Toshkent shahar planetariysi bu ham aynan kosmonavtika bilan bog'liq bilimlarni kengaytirib beruvchi bir maskan hisoblanadi va tarixiy muzey desak ham bo'ladi. Va yaqin yillarda mana shu bog'ning atrofida ham rekonstruksiya ishlari bo'lishi rejalashtirilgan, ya'ni qurilishlar bo'ladi va aynan mana shu qurilishlar ham planetariyni chetlab o'tmaydi degan gaplar bor. Dunyo bo'yicha bunday maskanlar 4000 tadan oshiq. Ulardan biri esa siz ko'rib turgan Toshkent planetariysi. Manzilning holati 2021-yilga qadar abgor edi. Keyinchalik esa rekonstruksiya sabab qiyofasi o'zgardi. Yoshlarda haqiqiy planetariy tasavvuri paydo bo'ldi. Hozir esa har kun ishlayapti. Bunday joylar nimaga kerak desangiz, astronomiyani tushunish osonlashadi, yulduzlar va sayyoralarni yaqinroq ko'rish imkoniyati paydo bo'ladi. Sun'iy yo'ldosh nima, internet qanday ishlaydi, shular bo'yicha tushunchalarni bilib olsa bo'ladi. Toshkent planetariysi O'zbekistonda yagona, yangichasi ham bor, ammo u alohida o'zini o'sha proyektor orqali, o'sha 3D, lekin aynan o'sha alomalar tarixiy burchak, kosmos burchagi, fazogullar burchagi, u narsalar faqat Toshkent shahar planetariyasida mavjud. Bu oddiy xalq tashrif buyuradigan joy. 16 ming so'mga o'sha kelib, 21 daqiqalik dasturi o'sha bilim oladi va bilim olgandan keyin planetariy bo'ylab aylanib, yanada ko'proq o'ziga eksponatlarni, maketlarni ko'rib, yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'ladi. Bitta xotdogning puliga muzeyda hordiq chiqarish, galaktika va uning tarixi haqida bilimlar olish imkoni. Retro maskan sifatida e'tirof etilayotgan muzey turistik obyekt jihatidan ham sayyohlarning sevimli manziliga aylangan. Oilaviy keluvchilar ham ko'p bu yerda. Har kuni deyarli Italiya, Fransiya, Germaniya, Rossiya, Malayziya, Iron chet el sayyohlar juda ham ko'p tashrif buyurishadi. Bizga ilm jihatdan, ayniqsa tarixga boy, o'sha alomalar bor bo'lgan, o'sha qiziqarli dasturlar, ayni o'sha astronomiya bo'lgan faniga bizga yanada murakkab, yanada qiziqarliroq dasturlar bizga kerak. Agar mumkin bo'lsa shu Toshkent planetariy yana qayerda mavjud deb bizga yuborishadi. Planetariyga kelgan sayyohlarning biri esa Baykonurdan kelgan ekan. Bilasiz, bu dunyodagi eng yirik va eng qadimgi kosmodrom bo'lib, ko'pchilik bu manzilni juda yaxshi biladi. Rossiyadan kelgan mehmon esa ikki planetariyni solishtirib berdi. Bizga bu yerda 20 daqiqadan oshiq ko'rsatilgan film maqbul bo'ldi. Bolalar quyosh va sayyoralarning o'lchamlarini tasavvur qilishdi. Mars roverini ko'rish esa qiziqarli haqiqatan. Baykonur muzeyida ham raketa maketlarini birinchi uchirilgandan tortib zamonaviy angaragacha tomosha qilganmiz. Bu yerdagi skafandrlar haqiqiy bo'lmasa-da, bolalar kosmonavt kiyimini yaxshiroq tushunishadi. Xo'p, endi asosiy mavzuga qaytadigan bo'lsak, planetariy operativ boshqaruv huquqi asosida Toshkent Invest kompaniyasi aksiyadorlik jamiyatga o'tkazilish to'g'risidagi hokim qarori chiqqan. Ya'ni bu yer ham endi Abdulla Qodiriy bog'iga qo'shib rekonstruksiya qilinadi yoki yangisiga almashtirilishi mumkin. Umuman olganda tarixiy va o'ziga xos qiyofani saqlab qolgan muzeyning zamonaviyligi kimga kerak bo'lib qoldi? Yoki uning ham atrofidan ham unumli foydalanib uy qurishmoqchimi? Shu savollar bilan ko'pchilikka bog'landik. Yakunida esa shahar hokimligi matbuot xizmatidagilar planetariy to'liq yangilanadi, joyida qoladi, hudud obod qilinadi, lekin tasdiqlanmay turib boshqa hech nima yoza olmaymiz deya javob berishdi. Ammo planetariydagilarning fikri boshqacha. Bizda hozirgi kunda rekonstruksiyaga ehtiyojimiz yo'q. Balki to'g'ri hozirgi zamon talabiga javob beradigan yangi planetariylar, yangi maskanlar, yangi tashkilotlar hammasi ko'p juda ham mavjud. Lekin baribir meros emas. O'zimizning tarixiy joylarimiz ham bo'lish kerak. Mazkur hududda 250 ga yaqin manzarali va ko'p yillik daraxtlar mavjud. Buni maskandagilar aytishdi. Planetariyning boshqa bir shaxsga o'tkazilishi va u yerdan tijoriy maqsadda foydalanish, ko'p yillik daraxtlar ham xavf ostiga qolishi mumkinligi deputatlarimizning ham nazaridan chetda qolmadi bu gal. Qonunchilik palatasi deputati Odiljon Iminov mazkur masala yuzasidan Toshkent shahar hokimiga deputatlik so'rovi yuborgan. Endi esa jarayonlarni birgalikda kuzatamiz.